Salom. Bugun sizlar bilan quyidagi savollarga javob topamiz. Nega farzandingiz o'qishda tengdoshlaridan ortda qolmoqda? Bunga o'qituvchilarning qanday aloqasi bor? Va bolalar uchun eng zarur vitamin qaysi? Yaponiya, Koreya va Xitoy kabi mamlakatlarda bolalarning bilim darajasi yuqori ekanini ko'rishimiz mumkin. Bu davlatlar geografik jihatdan okean va dengizlarga yaqin hududlarda joylashgan. Hatto havo tarkibida ham foydali mikroelementlar mavjud. Eng asosiysi esa yodga boy mahsulotlar: dengiz o'tlari, laminariya, dengiz karami, vakame va boshqalar. Bu mahsulotlar tarkibidagi yod qalqonsimon bez gormonlari T3 va T4 sintezi uchun asosiy element hisoblanadi. Bu gormonlar miya hujayralari faoliyatini yaxshilaydi, diqqatni jamlash qobiliyatini oshiradi, fikrlashni tezlashtiradi, ma'lumotni eslab qolishni osonlashtiradi, lanjlikni kamaytiradi. O'zbekiston endemik zona hisoblanadi. Shuning uchun aholining katta qismida yod tanqisligi kuzatiladi. Agar sizning farzandingizda ham yod yetishmovchiligi bo'lsa, u darslarni yaxshi o'zlashtira olmayotgan bo'lishi mumkin. Bola lanj va holsiz bo'lsa, tabiiyki o'qishga qiziqishi ham pasayadi. Shuni unutmang, bolaning o'qishda ortda qolishiga har doim ham o'qituvchi sababchi bo'lavermaydi. O'qituvchi bilim beradi, lekin uni qabul qilish farzandingizga bog'liq. Buni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Kuniga 15-20 daqiqa kitob o'qish. Telefonda uzoq vaqt o'tirmaslik, badan tarbiya mashqlarini bajarish, sog'lom ovqatlanish va albatta yodga boy mahsulotlarni iste'mol qilish. Men miya sifatida sizlarga Endamarin mahsulotini tavsiya qilaman. Mahsulot tabiiy komponentlardan tayyorlangan bo'lib, uning tarkibida kaliy yodid yod tanqisligining oldini olib, aqliy va jismoniy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Pektin hazm qilish jarayonini yaxshilab, ichaklarni toksinlardan tozalashga yordam beradi. Feyxoa ekstrakti organizmni himoya qilib, immunitetni mustahkamlaydi. Guava bargi ekstrakti kuchli antioksidant bo'lib, hujayralarni himoya qiladi. Agar sizning farzandingiz ham darslarda qiynalayotgan, asabiy yoki holsiz bo'lsa, hoziroq tavsifdagi havola orqali o'ting. Agar bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqinlaringizga ham ulashishni unutmang.